Prezident poytaxtda o'tgan sport olamidagi nufuzli xalqaro tadbirda ishtirok etdi va nutq so'zladi. 1,9 million dollar yurtdoshlarimiz foydasiga undirib berildi. Migratsiya agentligining o'tgan yil yakunlari bo'yicha hisobot tadbiri. Yashirin qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Asaka tumanidagi voqelik tafsilotlari dasturimiz davomida. Shuningdek, sport olamidagi qisqa xabarlar bilan kechki dasturlarda Ziyovuddin Nuriddinov. Assalomu alaykum. Videoga like bosing, qo'llab-quvvatlang. Biz esa boshladik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26-yanvar kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo Olimpiya Kengashining 46-bosh assambleyasida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida tobora kuchayib borayotgan global ziddiyatlarga qaramay, sport davlatlar va xalqlar o'rtasidagi muloqotlar, o'zaro anglashuv hamda hamkorlikni mustahkamlashning universal vositasi sifatida o'rin tutishini alohida ta'kidladi. Voqelik tafsilotlari saytimizda. 1,9 million dollar yurtdoshlarimiz foydasiga undirib berildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi tomonidan o'tgan yil davomida xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizning oylik ish haqlari, hujjatlar va ish masalalarida yuzaga kelgan minglab muammolarga aniq yechimlar berildi. Yashirin qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Asaka tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 1991-yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonida 5 nafar tanishini to'plab, ularga moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini uchun sharoit yaratib bergani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 278-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 26-yanvar holatiga ko'ra 5 grammlik oltin quymaning narxi 10 million so'mdan oshib 10 million 36 ming so'mni tashkil etdi. 10 grammlik oltin quymaning narxi esa 20 million 73 ming so'mga yetdi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Oilaviy korxona tizimga 1,9 milliard so'mlik zarar keltirdi. O'zenergo inspeksiyasining Andijon viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirida Asaka tumanidagi fuqaro oilaviy korxonasiga qarashli ishlab chiqarish obyektida elektr energiyasidan o'zboshimchalik bilan noqonuniy foydalanish holati aniqlandi. O'rganishlar natijasida qo'shimcha 709.953 ta soliq obyekti aniqlandi. Soliq qo'mitasining ma'lum qilishicha, 2026-yil 1-yanvar holatiga jismoniy shaxslarga tegishli turar joy obyektlari bo'yicha 2025-yilning yanvar-dekabr oylarida jami 4.6 trillion so'm soliq hisoblangan. Ushbu mablag'larning 465.7 milliard so'mi bevosita mahalla byudjetlarida qoldirilgani mahallalar moliyaviy mustaqilligini oshirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Niderlandiyaning Wijk aan Zee shahrida davom etayotgan Tata Steel Chess 2026 turniri Masters guruhida o'tkazilgan 8-tur bahslarda Nodirbek Abdusattorov raqibiga imkoniyatni boy bergan bo'lsa, Javohir Sindorov g'alabaga teng durangga erishdi. 14 nafar Grossmeister ishtirokida o'tayotgan murosasiz bahslarning 8-turida Nodirbek Abdusattorov oq donalarda niderlandiyalik Anish Giri bilan kuch sinashdi. Shu kunlarda Andijon viloyatining qator tuman va shaharlarda davom etayotgan sport turlari bo'yicha hokim olimpiadasi sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Viloyat sport boshqarmasi, Dzyudo federatsiyasi, Bo'ston tumani hokimligi hamkorligida tuman bolalar va o'smirlar sport maktabida 13-14 yoshli qizlar va o'g'il bolalar o'rtasida dzyudo musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqalarda viloyatning tuman va shaharlardan 250 nafarga yaqin yosh sportchilar ishtirok etib, 10 ta vazn toifasi bo'yicha g'oliblik uchun kurash olib bordi. Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida ot sportining to'siqlardan sakrash konkur yo'nalishi bo'yicha xalqaro musobaqa bo'lib o'tdi. Musobaqa doirasida rasmiy taqvimga kiritilgan ushbu nufuzli turnir dunyo ot sporti muxlislari e'tiborini o'ziga jalb etdi. Musobaqaning ilk kunida Siusayu 25 toifasida Akbar Sharipov 3-o'rinni egalladi. Ikkinchi kuni esa Abdurahmon Abdullayev Siusayu 25 toifasida 2-chi, Siusayu 2 toifasida 4-o'rin bilan musobaqani yakunladi. Shuningdek, Akbar Sharipov yana bir bor CSIU 25 toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining rasmiy sayti orqali yurtimiz, xorij va sport olami xabarlaridan yanada kengroq boxabar bo'lib borishingiz mumkin. Hozircha esa xayr salomat bo'ling.